Assalomu alaykum barchaga. Bugun ko'rib chiqadigan yangi mavzuyimiz kardiogen shok haqida bo'ladi. Demak, u haqida qisqacha va to'liq tushuncha olishga harakat qilamiz. Xo'p, kardiogen shok bu yurak qon otib berish funksiyasini to'satdan tushib ketishidan va shu sababli organ va to'qimalarga qon va kislorod oqimi pasayishi va buni oqibatida poliorgan yetishmovchiligiga sababchi bo'ladigan og'ir holat hisoblanadi. Demak, asosan surunkali yurak qon tomir sistemasi kasalligi bor bo'lgan 75 yosh va undan katta bemorlarda ko'proq uchraydi. Demak, klinikasi qanaqa bo'ladi? Klinikasi qon bosimi pasayib ketadi, puls tez va zaif, peshob ajralishi kamayadi, hushni yo'qotish belgilari, qo'l va oyoqlar muzlashi va o'pkada nam xirillashlar bilan namoyon bo'ladigan og'ir holat. Xo'p, tashxis qo'yish uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta, anamnez yig'ishimiz kerak bemordan. EKG kerak bo'ladi, echo, rentgen apparatlari. Biz bularni keltirib chiqarish sabablariga ko'ra ishlatishimiz kerak bo'ladi. Demak, davolash va sabablari. Eng ko'p holatda miokard infarktidan keyin kelib chiqadi. Demak, massiv miokard infarktidan keyin kelib chiqadi. Biz bunda nima qilishimiz kerak? Stentlash amaliyotiga jo'natishimiz kerak bo'ladi bemorni. Xo'p, o'tkir aortal va mitral regurgitatsiyalardan keyin ham shu holat yuz beradi. Biz bunda klapan almashtirish amaliyotini qilishimiz kerak. Xo'p, bradikardiya sababli bo'lgan holatda bunda misol uchun blokadalarda Mobix 2 bo'lishligi mumkin yoki AV-qamal 3 holatlarda pacemaker, ya'ni elektrokardiostimulyator qo'yishimiz kerak bo'ladi bemorga. Xo'p, antidotlar beta blokator yoki kalsiy kanallari blokatorini ortiqcha dozada qabul qilgan bemorlarda biz misol uchun beta blokator bo'lsa glukagon, kalsiy kanallari blokatorda ortiqcha miqdorda iste'mol qilgan bo'lsa kalsiy berishimiz kerak. Xo'p, kardioversiya qachon qilamiz? Kardioversiyani taxiaritmiya bo'lgan vaqtda, misol uchun bu bo'lmachi fibrillatsiyalar bo'lishi mumkin yoki triptaniya, kamdan kam holatlarda supraventrikulyar paroksizmal taxikardiya, qorincha taxikardiyasi yoki qorincha fibrillatsiyalarida shu holat yuz beradi. Biz buni to'g'ridan to'g'ri kardioversiya qilishimiz kerak. Agar bemor hushini yo'qotgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri kardioversiya. Agar hushida bo'lsa, bemor uxlatib olgan holatda tok beramiz yoki bo'lmasa uxlatmasdan medikamentoz, ya'ni inyeksiya ko'rinishida ham buni bartaraf qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu bilan parallel ravishda inotroplar ham berishimiz kerak, ya'ni qon oqimini va yurak qisqaruvchanligini yaxshilashlik uchun doputamin, milrinon berishimiz kerak bo'ladi inyeksiya ko'rinishida. Xo'p, rahmat.